Eng zo'r fishkalarni sizlarga boshidan sanab beraman. Remont bo'lganiga yarim yil bo'lgan ekan, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Undan tashqari ikki taraflama ko'cha va ikki tomonlama eshik qilingan. Agar aka-uka bo'lsangiz yoki kattaroq oila bo'lsangiz, sizga mana shu uyimiz juda ham mos keladi. Fasad uzunligi 20, ichkariga 30. Rovno 6 sotuv bo'pti. 7 ta xonasi, 2 ta sanuzeli bor. Toshkentlik deb aytishyapti uy egalari, mahalladiylarni. Mahallasini ko'ringlar. Qo'ni-qo'shnilar ham elitni ekan. Darvozadan kirib kelishimiz 3-4 ta mashina bemalol sig'adi. Xo'p, hovliga qaraymiz. Hovlimiz juda ham katta, chiroyli, daraxtlarni ekib, o'rtaga basseynlar qilib qo'yishgan. Basseyn uzunligi 1,5 metr ekan. Uyda yosh bolalar bo'lgani uchun ustini yopib qo'yishgan. Bu yoqda bitta xonamiz keladi. Kattalar uchun bu yoqda oshxonamiz, bu yoqda yuvinish xonasi, sanuzel joylashtirilgan. Hovlini ko'rasizlar, o'rtada basseyn bor. U yoqqa mana tapchanlar qilib qo'yishgan. Tepalarini yopib, juda ham chiroyli qilib. Xo'p, burchakda akfal eshikdan podvolga tushamiz. Podvol ham 10 ga 10. Endi asosiy uyimizga kirib, bitta ko'rib chiqamiz. Uyga kirib kelar ekanmiz, o'ng qo'lda oshxonamiz joylashtirilgan. Stullar, gaz, mebel texnikalar bu yerdagi qoladi. Qolgan mebel texnikalarni ham bitta-bitta gaplashib olasizlar. O'zingizlar telefon qilib, xo'p, bu yoqdagi xonalarni endi ko'rib chiqamiz. Bu kattagina hovlimiz. Divarlar qo'yib chiroyli qilib qo'yishibdi. Remontiga yarim yil bo'lgan. Patolog balandligiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. 5 metr qilingan patolog balandligi. Hop, bu yoqda endi yana bitta xonamiz, bolalar uchun yotoqxona. Keyingi xonamiz yana bitta yotoqxona bo'ladi. Bu yerda faqat onajon, otajonlarning xonaligi bo'lgani uchun omadik uyda. Endi tepa etajni ko'ramiz. Orqamning rasmiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Shu yoqqa borishni niyat qilganlar bu videoga bitta like bosib, yaqin do'stlariga tashab qo'yursa, o'sha inson bilan o'sha yoqqa borish nasib qilsin. Bu yana bitta xonamiz, mehmonxona desam bo'ladi. Zal, remontlarni ko'rasizlar, hali yangi. Bu yoq yana bitta xonamiz, yotoqxona. Tepa etajlarimizni ko'rdik. Endi bu uyimizning fishkasini ko'ramiz. Bu umumiy yuvinish xonasi. Uni yonida sanuzel joylashtirilgan. Mana bu yana bitta xonamiz. Shu xonadan turib ko'chaga chiqsangiz bo'ladi. Aytib o'tdimmi boya, ikki taraflama ko'cha, ikki taraflama eshik deb. Qani endi bu yoq tarafdagi ko'chani ham bitta ko'ramiz. Xonalarimiz hammasi topli pol qilingan. Xo'p, endi ikkinchi mahallamizni ko'rsangiz bo'ladi. Bu joy ham, bu mahalla ham elitniy mahalla. Qadrdonlar, mahallamizda O'rizor mahalla bo'ladi. Bilasizlar, bu elitniy mahalla. Narxini starti $360,000 deyapti. Yana kelishadigan joyi bor. Qiziq bo'lsa pastdagi raqamni yozib qoldiramiz, telefon ko'rasizlar.